Hammaga salom qadrli do'stlar. Biz hozir Staroblar qishlog'idamiz. Bu yerda Staroblar xonasiga kirituvchi eshik turibdi. Ko'ryapsizlarmi? Ana u yerda g'alati narsalar turibdi. Ha, u yerda bir nima g'alati. Meni Jeniya Staroblar xonasiga chaqirdi. Faqat xona emas, balki butun qishloq. Xullas qadrli do'stlar, bu eshikka kirish uchun nima qani ochyapman, ochib bo'lmayapti. Shuning uchun do'stlar, aynan hozir like qo'yinglar, chunki u yerda Minecraft olamidagi eng aql bovar qilmas saroblar bor. Qadrli do'stlar, keling bunday qilamiz. Siz bir dona like qo'yishingiz kerak. Sizdan bor yo'g'i bitta like kerak bo'ladi. Agar siz meni aldayapti, u yerda saroblar bo'lmaydi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, siz bu like ni istalgan paytda olib tashlasangiz bo'ladi. Muammo yo'q, lekin men sizda hayratda qolishingizga ishonaman. Shuning uchun do'stlar, aynan hozir like qo'ying. Agar video oxirida sizga bu video yoqmasa, siz like ni olib tashlaysiz. Agar yoqsa, siz uni qoldirasiz. Shuning uchun hozir hamma like qo'ysin va kanalga obuna bo'lsin. Bo'linglar do'stlar, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yinglar, like ni ham bosib qo'yinglar. Shuning uchun ham men bu yerga kirmoqchiman. Hamma bu yerga kirmoqchi do'stlar. U yerda shunday ishlar bo'ladi, tasavvur ham qila olmaysiz. Men sizlarga jiddiy aytyapman. Video boshida aytganimdek, men sizlarni aldayotganim yo'q. Va kun savoli, sizni hayotda nima eng ko'p hayratga solgan? Masalan, men kichkinaligimda bahaybat sun'iy dinozavrni ko'rganman. Rezinadan edi. Xuddi tirikka o'xshar edi. Endi men o'sha yerda hayratda qolganman. Hech narsa hayratga solmagan. Bo'ldi, shuning uchun meni hayratga soldilar. Yaxshi. Do'stlar, izoh yozinglar. Balki sizlarni ham bu qism hayratga solar. Qana ko'rlikcha like yo'q. Kimdir like qo'ymayapti. Ko'ryapman. Ana u ovqatlanyapti bir bola. Qizcha yeyapti, yana like qo'ymayapti. Men hammasini ko'ryapman. Men folbimman. Men qanday bilishimni bilasizmi? Shunday do'stlar, men hamma narsani bilaman. Shuning uchun like qo'ying. Qani ketdikmi? Qani olg'a ketdik. Xo'sh, Kiramiz. ochdik. Buni ko'ryapsanmi? Biz qani kiramiz? Qara. Buni qara. Nima? Biz kichirib qoldik. Ne bo'ldi? Qani qaytib kiraylikchi? Men seni hozirgina ko'rdim. Men seni ko'rdim. Mana turibsan oldimda. Bu qanday joyda turib oldi? Uning iloji yo'q. Qara. Bu juda ham g'alati. Qani, endi sen kichkinasan. Yana katalash uchun mana bu yerda o'nchish kerak. Qara. Mana bunday o'tasan, miyang seni buzyaptimi? Oshma. Bu axir mana bu xona-ku. Men kiryapman, lekin chiqayotgandayman. Shunday. Men yana mana bu xonadaman. Senga yoqdimi? Chiqqani yana. Oppa, yana kichraydik. Yur orqamdan, hozir kattalashamiz. Qani, ko'rdingmi? Mana katta bo'ldik. Nima? Miyang buzilib ketdimi? Men hech narsani tushunmadim. Men